Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Bugun biz sizlar bilan Qadr kechasida qanday ibodatlar qilamiz, shular haqida hozir batafsil ma'lumot beramiz. Qadr kechasini aynan o'zining o'qiladigan maxsus namozi yo'q. Ya'ni qandaydir ijtimoiy tarmoqlarda hozir aylanayotgan 100 rakatlik namoz yoki bo'lmasa qandaydir maxsus 4 rakatlik o'zining namozi yo'q. Qadr kechasida nafl namozlarini yoki qazo namozlarini o'qisa bo'ladi. Nafl namozlarning eng afzali tahajjud namozini o'qishni tavsiya qilamiz. Tahajjud namozi jami 8 rakatdan iborat. Tahajjud namozidan oldin hech qanaqa azon aytilmaydi. 2 rakatdan o'qiladi, jami 4 marta o'qiydigan bo'lsak, shunda 8 rakat bo'ladi. Namozni boshdan oxirigacha o'zimiz eshitadigan darajada qiroat qilamiz. Juda ham baland va juda past ham emas. Niyatda esa Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi tahajjud namozining 2 rakatini o'qishni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi va namoz o'qishni boshlaysiz. Tahajjud namozini o'qib bo'lganingizdan keyin Qadr kechasida o'qiladigan o'zining maxsus duosi bor. O'sha duoni o'qisak ham bo'ladi. Hamda undan keyin yana boshqa duolarni ham matnlarini keltiramiz. Shularni o'zingiz aytaversangiz bo'ladi. Bundan tashqari Qur'on tilovat qilsangiz bo'ladi. Yana o'zingiz boshqa biladigan suralar, masalan Ixlos surasi, qaysi duoni bilsangiz shularni hammasini o'qisangiz bo'ladi. Oysha onamiz roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida qidringlar deganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Yana bir boshqa hadisda Oysha onamizdan rivoyat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligi kelsa, kechalari uxlamas edilar va uydagilarni ham ibodat qilishga o'rgatar edilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Xulosa qiladigan bo'lsak, Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida yashirilgan ekan. Yana boshqa hadislar bor. Qadr kechasining alomatlari quyoshning boshqacha chiqishi, hammasini umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu hodisalarning hammasi quyoshning boshqacha chiqishi va o'sha kunning alomatlari hammasi Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida sodir bo'lar ekan. Haqiqiy Qadr kechasini topmoqchi bo'lgan inson Ramazon oyining oxirgi 10 kunligini ibodat bilan o'tkazish kerak ekan. 2025-yil Ramazonning oxirgi 10 kunligi quyidagi sanalarga to'g'ri kelar ekan. Birinchi sanasi 20-martdan 21-martga o'tar kechasiga to'g'ri kelmoqda. Oxirgi 10-sanasi esa 29-martdan 30-martga o'tar kechasiga to'g'ri kelmoqda. Shu 10 kunni ibodat bilan o'tkazgan inson inshaalloh Qadr kechasini topadi. Lekin oxirgi 10 kunlikni men ibodat bilan o'tkaza olmayman degan insonlar yana bir boshqa hadislarda kelgan. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligining tog' kechalarini ham ibodat bilan o'tkazsa bo'ladi. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligining tog' kechalari mana qizil rangda bergan sanalarimiz oxirgi 10 kunning tog' kechalari hisoblanadi. Shu kechalarni ibodatda o'tkazsa bo'ladi. Yo'q, men tog' kunlarini ham ibodat bilan o'tkaza olmayman deydigan insonlar ko'plab hadislarda ishora qiladiki, Ramazon oyining 26-kunidan 27-kuniga o'tar kechasi ham Laylatul Qadr kechasi ekanligi haqida ko'plab dalillar bor. Bu kecha esa 26-martdan 27-martga o'tar kechasiga to'g'ri kelmoqda. Lekin haqiqiy Qadr kechasini topaman degan inson oxirgi 10 kunlikni ibodat bilan o'tkazishi tavsiya etiladi. Videomiz keng tarqalishi uchun do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Sog' bo'ling.